Tushda kit ko'rishning ta'birlari. Tushda kitni ko'rish hayotdagi sirli narsaga ishora demakdir. Tushda kit ko'rgan bo'lsangiz, o'ngingizda hayotingizni o'zgartirib yuboradigan hodisa ro'y beradi. Ammo bu qanday hodisa ekanligi noma'lum. Kit haqidagi tushlar turli xil talqin qilinadi. Umuman olganda, tushingizda kit ko'rish omadga talqin qilinadi va uni ko'rgan odamga ish taklifi keladi. Tushida kitni tutsa, olgan ishi taklifida muvaffaqiyat qozonadi. Katta kitni ko'rish omad va rizqni anglatadi. Kitning orzusi katta, lekin u mas'uliyat keltiradigan boylik sifatida ham keltiriladi. Tushingizda kitning yonida turish yoki birga suzish muhim ish boshlanishiga ishora qiladi. Tushida kitda ekanligini ko'rgan kishi taniqli va muvaffaqiyatli menejerga aylanadi. Kit katta boylik deb ataladi, lekin u mas'uliyat olib keladi. Tushda kitlar podasini ko'rish bu shoshqaloqligidan boylikni, qo'rquvdan xavfsizlikni, zo'ravonlikdan najotni va yaxshi mulkni anglatadi. Tushingizda kit ovlasangiz, ishlaringiz tartibda bo'lishini anglatadi. Tushda katta kit ovlayotganingizni ko'rsangiz, foyda va yaxshilikka dalolatdir. Tushda kit yeyotganini ko'rgan kishi badani baquvvat bo'lishiga va kasallikdan uzoq bo'lishiga dalolat qiladi. Tushdagi har qanday kitni sevish, farovonlik, yaxshi yashash, ishlaringizda kurash, qiyinchiliklarni yengish demakdir. Tushingizda kitni tutish sizning orzularingiz amalga oshishi ishorasi. Yana tushda kit tutish ishlardagi muvaffaqiyatni ham anglatadi. Tushda ko'rilgan kitning dumi quvnoq ayolga ishoradir. Tushdagi kitlar dengiz hayotini ifodalaydi va dengizning o'zi mamlakat yoki shaxs deb hisoblash mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.